Boshim. Qayoqdaman? Qayer? Tushunmadim. Qayerdaman o'zi? Vertolyot. Shahar. To'xta, vertolyot. Bo'lishi mumkin emas. Men vertolyotdan tushib ketdim. Jin ursin. Kim kerak? Hammaga salom. Men Ziroman va ko'rib turganingizdek qanaqadir shahardaman. Bu shahar nomini o'zim ham bilmayman. Va tomdaman. Orqamda anu maxluq esa meni qo'rqityapti. Ot. Vertolyot. Bugun o'zim yaxshi eslolmayman. Qissa qilib aytganda, eslashim bo'yicha men vertolyotdan tushib ketdim. Mana bu nima? Menda nimalar bor? Batareya 2 litr. To'xta, 2,5 litrlik suv. Viktor Glock. Niqobi va fonar. Xayriyat, fonar baxtga qarshi ishlayapti, ammo batareya kam. Vertolyotga borib tirik qolganlar topishim kerak. Eng muhimi sumkam. Ichida ratsiya bor, patron bog'lashi bor. Yaxshi, hali yana suv bor. Bo'lmasa nima bo'lyapti o'zi? Nima bu? Bo'lmasam vertolyotni oldiga borishga harakat qilishni boshlashim kerak. Yaxshi, qurolni o'z pasatergacha bor va to'y ham o'tyapti. Baribir falan yo'q bo'lib qurol ishlashim oson bo'ladi. Nima? Fonar o'ynayapti. Bu yerda hech kim yo'q, baxtimga. Fonar o'ynash joyimga tegdi, qo'rqityapti o'rgansa. Tursin nima? Hozirgina kimdir tushib ketdimi? Bu nima edi? Menga bu mahluqda aytishmagan. Qayerda nimalar bo'lyapti? Bu shaharga men faqat vazifam nima edi o'zi? Vazifam nima edi? Shaharni tozalash yo'q. Shahardan nimadan xalos qilishim kerakmidi? Nimalar deyapman, nimadan xalos qila olaman bitta o'zim. La'nati. Nima bu, katta o'yinchoqmi? O'qilamiz. O'zingni bos, Zero. O'zingni bos. Guruh kapitan. La'nati, nima edi u? Nima o'tdi ablah? Jino'rsin. Suv ich. Yo'qol. Jino'rsin, hozir o'laman. La'nati.
Nima edi bu? Chelosam men o'lish arafasida turibman. Tezroq vertolyotni oldiga borishim lozim. Iloji boricha tezroq. Yaqinlashmalaring. Yaqinlashma birorta. Yaqinlashgani yot tashlayman. Chelosam bular o'lish ham qiynashyapti borgan sari. Itmi? Menga batareya qo'ytar ekan. Nima fanarim o'chganmidi? Yugur, vertolyotga qarab yugur. Vertolyot iloji boricha tezroq borishim lozim. Sen panjaralarni. Vertolyot qayoqqa qulagandi? Shoshma, vertolyot qayoqqa qulagandi o'zi? La'nati, vertolyotni qayerdaligini topolmayapman. Tak. Odammi? Hoy. Hoy. Kim bu? Menga qara. Kimsan, odammi? Holati. Sen tirikmisan? Maxluqlar orasida qanday yashayapsan? Hayot kechirish, yashash uchun kurash kerak. Tushunarsiz. Qulagan vertolyot qayerdaligini bilmaysanmi? Mabodo men harbiyman. Omas harbiylardan birimisan? Mayli, vertolyotga o'ng tarafdan borasan, adashmasam. Mayli, o'q yo'l. Menga berla yoqmayapti. Menga umuman yoqmayapti. O'ng qo'y. Nima, shaharga chekilib yubormoqchi meni? Yo'q, men shu tarafdan boraman. Bo'lganicha bo'lar. So'shma, mana vertolyot. Jin ursin, Tomas. Tirikmisan, og'ayni? Ajoyib, qanachi? Qo'yilmaqom o'qlar, aynan menga kerak narsa. U qo'lga o'rgatilgan va meni sumkam. Ichida qurollarimgacha bor. Ajoyib, aynan kerak operatsiya. To'g'ridan ham olishim kerak. Xo'sh. Baza qabul. Baza bu 0. Qabul. Baza qabul bu 0. Qabul. Javob bering. Tozalovchi guruh qabul. Qabul bu 0. Tozalovchi guruh kapitani. Baza eshityapsizmi? Qabul. 0. Kapitan 0. Jamoaga nima bo'ldi? Nega hamma hech kimga aloqa kelmayapti? Vertolyot nimadir bo'lib qulab tushdi. Menimcha bitta o'zim omon qoldim. Qolgan hech kim yo'q. Vertolyot oldiga qayerdan topib keldim. Yaxshi. Topshiriqni bajaring. Topshiriq? Bitta o'zim qanday qilib topshiriqni bajaraman? Esingiz yeganmisiz? Aqlni olganmisiz? Bitta o'zim qanday qilib topshiriqni bajarishim mumkin? Qolaversa qanday topshiriq? Vertolyotdan tashqariga chiqib ketib qoldim qulayotgan paytda. Shunga ancha-muncha narsani eslolmayapman. Topshirig'ingiz bu yerga, bu shaharga bomba tushgan va siz o'sha bomba tushgan joyni o'rganishingiz kerak. Va shu bilan birga harbiy bazani ham ko'zdan kechirishingiz lozim. Harbiy bazani? To'xtangchi. Ha, bo'ldi, esladim. Men tushunarli. Unda buyruq qanday va buyruq qanday baza? Qabul.
Buyruq oddiy. Hozircha ko'prikka boring. Ko'prikdan o'tish yo'lini toping. Vertolyotsiz ancha qiyin bo'ladi. Vertolyot buzib tashlangan albatta. Sizni tushuntirdim, jin ursin. Ming la'nat. Nima bo'ldi? Zero qabul. Oldimga maxluq keldi. Ularning nomi zombi. Zombi? Ha, aynan o'sha bomba tushgan sababli odamlar shunday maxluq aylanishgan. Tushunarli. Yaxshi, unda ko'prikka boraman. Agar ko'prikdan o'tolmasam nima qilay? O'shanda aloqaga chiqsangiz qolgan yo'lni o'zim o'rgataman. Sizni tushundim ba'zi. Aloqa tamom. Hop. Qisqacha aytganda vazifamni tushundim. Ko'prikni topishim kerak endi. Va piyoda. Qo'l-yaroqlarimni to'g'rilayman. Plastik idish kerak emas. Xo'sh, demak. Sumkamning ichida bintlar, ozroq suv, yegulik. Bittasini hozir yeb olsam. Achirursan, ovqat aynigan ekan. Minanat ovqat aynigan ekan. Menimcha uxlagan payt qizib ketganga o'xshaydi. Kunduzi yaxshi, zombilar kam ekan. Xo'sh, bo'lmasam ichidan boshqa narsa olamiz. Shirinlik o'layapman. Jinos. Yaxshiyam zirqim qanar ekan. Bo'lmasam allaqachon o'lgan bo'lardim. Xo'p, unday bo'lsa tezroq ko'prikni topishim kerak. Yo, suvga tushmayman. Suv zaharli. Bu yerga yadroviy bomba tushgan va mavjudotlar mutatsiyaga uchragan. Tushunishim bo'yicha. Va hozir ko'rkoroni shaharning ichiga qarab ketyapman. Ming la'nat. Shaharda harbiy transportlar to'lib yotibdi va hamma yer endi aytmoqchi edim chuqurga to'la deb. Kela qol. Bu atrofni go'zal shaharda xarobalar qolgan xolos. Tank butunmikan? Tank butun, lekin nima bu, platformami? Mushaklar. Afsuski chekira olmayman. Xo'p. Demak, mening endigi vazifam ko'prikni topish va buni birga qilamiz. Anavrog'im men qilaman. Itim bilan. Nima bo'lganda ham ko'prikni ko'pga birma topishim lozim. Sen xatuk baliqlar ham bor bizga. Qayoqqa ketyapman o'zi ko'rkorona. Ha, mayli. Birga bo'lar. Bu nima, tunnelmi? Yer osti tunneli. Ammo kirish niyatim yo'q. Yashashni xohlayman. Xo'p, bo'lmasam tunnelni topish kerak. Bilmadi. Hamma yoq yonib o'tibdi. Itimni ham yo'qotdim. Jin ursin. Sen yetmay turding.
Bitamni yo'qotib qo'ydim la'natda. Ichida o'qlar bor edi uni. To'xta. Mana ko'prik. Nihoyat, lekin ikkita tank bir-birini otganmi bu yerda? Adashmasam bu yerga yadroviy bomba tushgandi, lekin bu yerda ikkita tank bir-birini otgan. Avvalroq bu uni otgan. U esa boshqa yoqqa qarab turgan payt. Yoki bu ko'prikni qurayotgan bo'lgan. Evacuator Alpha harbiy flot kemasi. Hamma narsa g'alati bu yerdagi. Kalla suyaklar, deyursan. Minanat. To'xta. Rostammi? Bu yerga tushsam qaytib chiqolmayman-ku. Bu yerga tushgan odam qaytib chiqmasligi aniq. Haliyam ochman. Qo'lni olib turadi. Xo'p. Baza bilan bog'lanishim kerak. Baza qabul. Baza javob bering. Bu Zero. Tozalov guruhidan. Kapitan Zero, qabul. Ko'prikka yetib keldingizmi? Ha, men ko'prikdaman, lekin ko'prik butunlay vayron bo'lgan. Qolaversa harbiy flot kemasi ustiga tushgan ko'prik. Taxmin qilganimizdek. Xo'p, suvdan suv o'tishga harakat qildingizmi? Nima, men ahmoq deb o'ylayapsizmi? Suv zaharlangan-ku. Yaxshi. Mayli, unday bo'lsa harbiy bazaga qaytishingizga to'g'ri keladi. Yo bo'lmasam bomba tushgan joyini bo'lishingiz kerak. Harbiy bazaga qaytishim kerak. Meni olib ketasizmi? Yo'q, noto'g'ri tushundingiz. O'sha shahardagi harbiy bazaga. Shu shahardagi harbiy bazaga borishim kerak mali. Xuddi shunday. U yerda agar borsangiz sizni 92 soatda olib ketadi. 92 soat? Nima, men ungacha bir maxluq zombilar bilan xolakasim o'ynab turamanmi? Kapitan Zero, buyruq shunday. Ungacha sizni olib ketgan hech qanday transport bora olmaydi. Meni o'limga shundoqqina tashlab qo'ydingiz, to'g'rimi? Kapitan Zero, buni biz ham xohlamaymiz. Har bir askarning hayoti biz uchun muhim. Ajoyib. Yaxshi, unday bo'lsa harbiy bazaga borishga harakat qilaman. U yerda nimani topishim kerak? U yerda qolgan barcha narsani tekshirib chiqishingiz kerak. Qolgan barcha narsani? Xuddi shunday. Xo'p, buyruq jo'nali baza, aloqa tamom. Aloqa tamom. Minglab! Men qiynalib shu yerga kelib o'tiribman. Bular bo'lsa meni boshqa joyga jo'natyapti. 92 soat qanday qilib kutaman? Bularning orasida. Qolaversa ovqat bilan 92 soat ketmasa kerak. Taxminan holati qandaydir. Aha. Boshqa yo'lim yo'q. Borishga majburman. Harbiy bazani qayoqdan topdim endi? Shu yo'ldan boraveraychi. Bir gap bo'lar. Hoppa. Tak, nimagadir hech qanday zombilar ko'rinmayapti kunduzda.
Yaqinlashma. Nimaga qurollarim juda ham sekin o'qizyapti? Bu kechda men o'lib ketaman-ku. Mana bu yana nima? Viktorni olaman va qorong'i tunnel. Ikkinchi qo'limga olsam. Bu yer parkovka ekan va suv bosgan. Bir blok. Shu zombini o'zi. Kelursan. Qayoqdan kirib keldi? Yonginamdan o'tib ketdi ablah. Yonimdan o'tib ketdi. Nega fonar ishlamayapti? Sen olsa shu yerdan o'tib olasan. Va meni qiziqtirayotgan savol, qanday qilib bu yerda odamlar tirik va maxluqlar bilan birga yashayapti xuddiki? Bu yana nimasi? Menga qiziqmas. Nima? Men bu yerdan o'tganim. Nima? Bular qayoqdan keldi? Bular harbiy transport. Mana nimaga men ratsiyaga gaplashib olayotgan ekanman. Aynan mana shu texnika sababli. Kim buni qanday vazifa bajarishini bilmasa, hozir aytib ketaman. Bu texnika, ya'ni mana bu antenaga o'xshagan narsa sun'iy yo'ldosh bilan bog'langan va istalgan yerda hattoki xaritagacha uzatadi va aloqani ta'minlab beradi. Ammo bular bu yerga qanday kelgan? Qolaversa ikkita mashina bu yerga men bizdan ham oldin guruh kelgan deyman. Yana chiroqlar ham yonib turibdi. Harbiy bozor bo'lishi kerak, lekin charchadim ancha. Kechqurundan beri hech tinmasdan harakatlanyapman. Bo'lar maydonchasi va chiqish. Charchadim. Avtobus. Nima bu? Bu shoshma bu lager. Bu harbiy lager. Bu lager bu. Bu yerda yaradorlarni olib kelishgan adashmasam. Ha, mana hattoki tibbiyot cho'diri ham bor. Burada aytari hech narsa yo'q. Lopatka, palla. Kim palla deb yozadi? Bilkurakka. Bu yerda foydali narsa topa olishimga ishonmayapman. Olma va xarita. Inventarning oldi qismi to'lib ketdi. Ratsiya menga hozir kerak emas, hattoki baza bilan ham gaplashim kelmayapti. Ford. Xamir qon. Menimcha bu yerga kasallangan odam olib kelishgan payt u zombiga aylanib butun boshli guruhni yo'q qilgan bo'lsa kerak. Xo'p, menga kerak narsalar hali ham yo'q. Chelak. Suv topishim mumkin chelakda va olma.
ham berdi maxluqlar. Yana olma. 9 minut. Nimaga bu ikkitasi bir-biriga qo'shilmayapti? Va bo'ldi. Menimcha harbiy baza agar bu yerda harbiy chodir bo'lsa, ya'ni qarorgoh bo'lsa, harbiy baza ham shu yaqin atrofda. Amusement park. Nima qilish hayronman. Boshim qotib turibdi va nimagadir mendan tutun chiqyapti. Menimcha shu yerdan bo'lganim ma'qul shekilli. Oldin bu tekshirib turishim kerak. Menimcha bu qandaydir o'yla yoki odam yashagan. Bo'ldi va suv. Kerakli narsalarni to'playapti asta-sekinlik bilan. Xo'sh, chirigan ovqatlar. Sasigan baliq, aynigan go'sht. Narvon, bir talay idish, qog'oz. Pechkan ichida baliq va ko'mir bor. Baliq hali yangi ekan. Aniq bu yerda kimdir yashagan. Lekin hozir bu yerda men yashayapman. Vaqtinchalik va shuning uchun mana buni olib turaman. Qarzga albatta. Bu ikkitalik yarimta blok ekan. Xo'sh, men eshikni berkitmoqchiman, ya'ni kirolmaydigan qilib. Va tong otganda o'zim ketaman ochib, chunki maxluqlar kechasi kirishi mumkin. Shuning uchun bilib bo'lmadi va xaritada kichik shaharning xaritasi, asosiy maydon va boshqalar. Chiroq bor ekan. Kecham tushyapti va ochig'ini aytsam juda ham charchadim. Juda ham charchadim. Guruhim butun boshli guruh bo'lgan. Itimni ham yo'qotdim. Mayli, buguncha shu yetar. Qolgan qism yana yaqinda tirik qolsam video ko'rishni davom etaman. Mayli. Hammaga xayr. Yangi videolarni kutishda davom eting va men sizlar uchun harakat qilaman.